Qo'yliqdaman metroni oldida. Kompus bor-ku, o'shani tagida turibman. Bir xil bolalarni deb baklashga ham qolmayapti ko'chada. Hagi teshikmi? Ha bo'lar. Bo'ldi, hozir telefon qilaman. Bechora. Qo'ray qani. Normalni musir qayerda bordi? Ya'ni musir. Qish ham kelyapti, etik topib olishim kerak edi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Turing, o'tirmang aka. Hozir sizni uzoqdan ko'rdim, bir yaxshilik qilay dedim. Bu kiyimlarda yurmang, yuring, men bitta kiyim olib beray sizga. Yo'q, Ha, yuring. Rahmat. Uni tashlab keling, bu nima kerak sizga? Tirikchiligim bu. Kerak emas o'sha. Baklashkalarni oling taqyapti. Ha, bo'pti. Sizni mana shu Big Show'dan kiyinib turaman. Sifatli hamma narsasi bor. Baklashga ham bormi? Yuring. Ana shuni oling, mazza qilib kiyasiz. Qarang, zo'r sezon kelyapti. Balenciaga yo'qmi? Olganmi? Ha, zo'r. Mana shundan ana bolangizga olsangiz bo'lar. 4 ta oling, shundan hozir men oyoq kiyim ham ko'ray bolalarga. 4 ta bolasi bor ekan. Aka, olingizmi oyoq kiyim? Ha, mana. Ha, bitta bo'lsa yaxshi. Ya, bu ham bor. Mayli, endi yaxshilik qilaman deb qo'ydim. Ayolingizga shu sumkalardan oling. Ha, bo'ldi. Nima ikkita oling? Ikkita-da. Ayolni ikkita qilasa keyin shuni xor bo'lib yurasizlar. Necha pul bo'ldi bizada? 530 ming so'm bo'ldi aka sizlarga. 530 ming? Shuncha narsami? Arzon ekan-ku. Bu pulni o'zim ham to'lalaman. Xohlasang o'zingga bitta futbolka tanla. Uni ham men to'layman. Hozir mashinadan pulni olib keling. Voy, bilmayman, mochina ham bor buni.